الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ve ala alihi ve sahbihi ve men valah amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 101-oyatga keldik. Ilgirki oyatlarda Allah subhanahu va taolo jihad va hijratga aloqador masalalarni tilga olgandan keyin bugungi oyatda musulmon hayotida aslo tashlashga bo'lmaydigan islomningki arkonlaridan bir haqida ketyotidi. Ya'ni islomning arkonlari 5. Bunu hamma bilan kichik vaqtimizni tortib o'rganib kelganlik birsi la ilaha illalloh muhammadun rasululloh deb shahodat kalimasini aytish, undan keyin namoz o'qish, ro'za tutish, zakot qilish, haj qilishdan iborat 5 asosiy arkan bor islomda. Endi mushularning ichidan namoz hammasini biz tushunadigan va hammasidan muhim Müslüman hayatının her bir minutida vaz keçenmeydiğen erkan ruknelerden birisi. Peygamber aleyhisselam hadislerde, İmam Tirmizi, İmam Ahmed rivayet kılan hadislerde Resul emri kulli el-İslam ve amuduhu es-salat. İşte hemmesi İslam. Ve bunun asası törüki namaz. Degen bir şekilde bunu bana işbadlıgan. Ne için? Belki değişimiz mümkün. Biz ilgirki derslerde hicret hakkında sözlevatkan, cihat hakkında sözlevatkan, namaz uladın mı muhim mi deyişi mümkün. Bilimiz qarindoshlar, şahadetni insan, yani mümin hayatıda bir qitim aytidi, tugaydi. Onun vazifesi. Roza ayda bir qitim, yani bir ay tutuludu ve eğer ağrıp kalsa, musafir olup kalsa tutanmaydı. Bu bir tarafı aynı tutmasın buludu. Zakat dese iktisadi yok vakitlerde insandan sakıtılıdı. Hac eğer onun iktisadi cihette ve başka yol cihette kadrolanmağa vakitte düşüp gidip kalıdı. Ama namaz o hayatta bir kıtım kıldığın iş muammet şehadetke okşaş. Ramazan okşaş yılda bir kıtım kıldığın iş muammet. Hatta ağırıp kalsa ya ki yeni bir ahvallarda çıkıp gidildiğin haletim yok namazının. Zakat ya ki hecke okşaş kadro olanmasa iktisadı bulmay kalıp kalan ahval astıda sakıtıldığı tarafımı yok. Zaten insan hayat bedeninde tınıklan buludurken, cismede tınıklan buludurken namaz onun kendinden çıkıp gitmeydi. Ondan başka qarindoshlar. Namaz yukarı biz degen 5 erkanның hemmisini özüge mücessemlegen buludu. Qanda deysler? Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ni İslam'ın asası erkanlarından birisi de namazın içinde bu ba. Her yerlerde de ba. Hatta namazga kiradigan vaqtdagi azanda, tekbirde hemmisi de ba. Bu. İkincisi ro'za tutish dedik. Ro'za tutish emniyette insanınki özüne ma'lum belgilengen işlardan, yemek, içmek, içimlik mesela. Ondan keyin ailedagi ayollik munosabatda qatorliq bir qism narsalarni cheklaydigan bir holat ya namoz uningdan o'ta ishlarni cheklaydi. Hatto Ramazon ro'za tutgan odam qila oladigan ishlarni namozning ichida qila olmaydi. Bunga o'xshash. Ondan başqa zakat insan özünün hərəkət, əmgək, tərəqə kelgan, bədillikə kelgan iqtisadının ma'lum bir bölükünü çıxırış.
Namaz əməliyyatda insan hərəkət qıladigan, işləydigan vaqtini chiqirib namoz o'qishdan iborat. Ya'ni mohiyatda xuddi zakot berish orqali ma'lum maqsadni chiqarganga o'xshash, namoz o'qish orqali ma'lum vaqtini chiqaradi. Kishi qilayotgan tijoratini qo'yib qo'yib turib namoz o'qiydi. Echayotgan do'konlarini taqab qo'yib turib namoz o'qiydi. Demak, endi namoz ya'ni zakotning ma'lum bir tarafini tamsil qila oladi. Ondan boshqa haj masalasiga kelsak, Beytullohning atrofini tavob qilish asosiy rukni so'g'i hajninki. Namoz dal Beytullohga, Ka'bani o'ziga qibla qilib turib namoz o'qiydi. Bu taraf vaqirnashlar. Bu nuqtadan namozni har qanday islomning ruknlarining har qandayiga tanqid qilinmaydi. Namoz aslo va aslo voz kechilmaydi. Bu bir. Undan boshqa butun boshqa ruknlar Jibril orqali vahiy qilinib farz bo'lgan belgilangan bo'lsa, namoz vahiy orqali emas, payg'ambar alayhisolatu vasallam nimaga chiqqan vaqtda, osmonga chiqqan vaqtida Alloh subhanahu va taolo bevosita payg'ambar alayhisolamga qana qilgan farz qilgan. Bu taraflar, bu nuqtadan mu'min hech qanday bir ahvol ostida har qanday bir bahona ko'rsatib namozni voz kechmaydi, namozni taşlayalmaydı. Bu nokta kalımızda naiti iniq bolsun. Endi ilgirki derslerde biz cihatning gapini qilayotgan, hicretning gapini qilayotgan İslamdagi eng muhim ulug' ibodatlardan birisi. Kishi o'ylab qilishi mumkin. Hicret qilish jarayonida, cihat qilish jarayonida safar qiladi, bir jiddiy ahvollar bo'ladi, hayot mamotlik urush paytlari. Ana ma qilayotgan ishim İslamdagi eng muhim ish bo'lgandan keyin namoz tuptu sulamı. Vaqt yetmeydi ekan, jiddiychilik, manda bir sebep bahaneler bilan namozni tashlab qo'yish ehtimoli yo'q degilolmaydi. İnsanning qalbisi kamaydi degilolmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana ma oyatda 101 biz bugun o'qimoqchi bo'lgan oyatdami namozning martabasini ko'tarib, darajasini ko'tarib, "Valau sen nada ol. Mayli safarda ol yoki urush, jihad, jang ichida ol." Namazını çokum okuysa. Ama şaraitki yarışa bir şekilde, kıyınçılıkı çıp kalmaydıgan bir şekilde, zarar yüz vermeydigan şekilde yengilleştirilip okuysa. Bir yerde can namazı da bir namaz var. Korkunç namazı da bir namaz var. Yani hesapta asasen okşaş diyerlik Allah subhanahu wa ta'ala bugün ayette şu can qo'rqinch namozini bizga qana qilish orqali, bayon qilish orqali namozning eng muhim ishlardan birisi ekanligi, eng qiyin minutlarni tashlashga bo'lmaydiganligini qana qilyotdi. Bizga deb beryotdi. Endi safarda o'qiydigan, bir qasr qilib o'qiydigan namozlarimiz bor. Bu hadislar orqali o'rtaga qo'yilgan. Ondan keyin jangda o'qiydigan namozlarimizmi xuddi safardagi o'xshash qisqartib o'qiymiz, ammo ba'zi shakllarida, ba'zi ahvollarda biroz farq bor, ammo bu oyat orqali, bugungi oyatimiz orqali bizga yo'l qo'yilgan. Alloh subhanahu va taolo davotida: "Va idza daraftum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salat in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Sizlar zaminda cihat işleri bilan, jang işleri bilan safar qilib chiqqan vaqtinglarda, qisqacha tarjimasi, agar kuffarlarninki, dushmanlarninki sizlarga hujum qilib, sizlarga zarar yetkazishidan ansirab qolsang, tabiiy ashta bo'ladi jang deganda, namozni qisqartsanglar bo'ladi. Innal kafirina kana lakum aduwwan mubina. Kafirlar sizlarga ochiq oshkora nima dushman deydi. Endi ayet qarindoshlar biraz am şekilde quyloqliq, am şekilde, yani bir qarasa safardagi namozni qasr qilish ahvoliga maskiladigandak. Andan yeni bir tarafı oyatninki, agar kuffarlar, dushmanlar sizlarga zarar yetkazish, yaftinakum hujum qilish, masalan, ma shakldagi ahvollar yuz berib qilishidan ansirasanglar deganga qarag'an vaqtida yana bir jangi munosabatlik. Shu bu yerda bir xil men bayatning darsimizning beshidlam qo'rqinish namozi, jang namozi deb ikkiga ayirdim ya.
Şu. Bazıda amaliy urush qilayotgan mezgil bo'ladi, ba'zi urush yo'q, ammo dushmanning kelish ehtimoli va taraf bo'ladi. Ondan keyin yana bu oyatning dalil qilinadigan taraflaridan birisi normal safarlarga ham qanday qilinadi, dalil qilinadi. Ammo safarda o'qiydigan namozning tafsiloti hadisga oid, safardagi qasr qilishning asosiy dalillari hadisga oid qarindoshlar. Bilimiz namozni qasr qilish normalda peshin, asr, xubtanga o'xshash 4 rakat namozlarni 2 rakatga qana qilib qisqartish shaklda o'qiladi. Bamdod va shamga o'xshash namozlarni aynı öz shaklda qana qiladi, o'qiladi. Endi ayet bizga manda 2 nuqtani alohida qana qilyotdi, eskartilyotdi. Bundan keyin o'qiydigan ayetimiz var. 102. ayet, hazır okugan 101. ayet. Bu ayetlerin hemmisini təxminən kəməydiğən ayetlerin məzmununu qoşub davatmı? Birisi, Allah'ını əsləş, namazı səl qarmaslıq, bunu alayhidə əskertsə, çünkü inna salat kânət aləl mu'minina kitaben mevquta. Sure Nisa'nın 103. ayeti de namaz müminlərə vaqti belgilengen bir farz qilib qana qilindi, bekitildi degan shaklda namoz tarafiga alohida qana qilinsa, ahamiyat berilsa, yana bir tarafi jangga misal qaramaslik, dushmanga misal qaramaslik, ya'ni namoz bilan bo'lib ketib, oyaga sal qarama yoki oyoq bilan bo'lib ketib, ma tarafga qana qilma, sal qarama degan bir shaklda jang vaqtlarining ayrım bir hükümlerini bayan kıldı. Korkunç vakitlerinin hükümlerini bayan kıldı. Hatta namaz okuş şekilleri ayette bayan kılındı. Seferinin namazlarının ayrım hükmü bayan kılındı. Yani bu şu demek ki hulasılırsak, sen en kıyın vakitlerde mi, en korkunç vakitlerde mi, yani kallanda ok uçtuğu vakitlerde mi, kılıçla havada silkinip tuğan vakitlerde mi, her zaman ülüş ihtimalin o vakitlerde mi, namazını asla ve asla qana qilish qo'ymaydi, tashlashga, tark etishga bo'lmaydi degan bir uchurni bizga qana qilyotdi, beryotdi. Endi bilimiz jang naydi bir ciddi bir holat. Düşman her daim fursat izlaydi. Qachon bir g'afil qolarki, qachon tuyuqsiz bir hücum qilish fursatlar deb izlaydi. Endi musulmonlar namozga ahamiyat berdik deb bütün zehnini namozga berib, chunki namoz intayin muhim ya. Hammasi namozla mashg'ul bo'lib qoldiq, ahvollar bo'lib qolsa, vaqtda dal buni fursat bilib, hujum qilib musulmonlarga ig'ir talafat keltirilishi mumkin. Shunlashqa Alloh subhanahu va taolo ma masalada biroz tafsiliy bayon qilgan, hatto tafsilotigacha mush oyatning o'zida kirgan. Davotida payg'ambar alayhisolamga xitob qilib, "Va iza kunta fihim fa aqamta lahumus-salat." Agar sen musulmonlarning orasida bo'lib, ularga namoz o'qib bergan bo'lsang, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Askarlardan yoki namoz o'qiydiganlardan bir biliki sen bilan birga namoz o'qisin. Va ya'khudhu aslihatahum, qurollarni elib olsin, yengil qurollarni, tabiiyki cho'ng ig'ir qurollarni akagilmaydi namoz o'qiydiganlarga. Bular sajda qilgan vaqtida yana bir birliklari keyinda to'ptusin. Müştaq namaz okusun hamdi. Hamdi mağula okup boğandan keyin yani bir taife kelsin, yani bir kişiler namaz okumagalar, ular namaz okusun. Bular namazga kelib, çünkü ikinci qatamdan qatamlagandan keyin kirib namozni boshlash jarayonida bir almashish bo'ladi ya. Anda olgandan keyin Qur'onni ching ahamiyat bersin, Qur'onni olsin qo'lga va ehtiyot qilsin. Kupparlar sizlarning shunda Qur'onlaringlardan, narsa kerakliringlardan g'afil qolgan fursatni tepishni ve sizlerge hücum kılışını qana qiladi. Feyemiluna alaykum milatu. Pıraqlam hücum kılışını o kadar arzu qiladi. Endi agar yağmur mesela digidek bir eziyet, bir zararlik ahvol bo'lib qolganda yoki og'riq kasal bo'lib qolgan vaqtinglarda mesela Qur'onni tutib turib namoz o'qish biroz qulay solab qolsa qo'ysanglar bo'ladi, ammo ehtiyotni cho'qim qilasizlar. Va xudu hidrakum, ehtiyot qilishinglar kerak. Alloh subhanahu va taolo kofirlarga nayt har qilg'uchi azobni hozirladi. Ma oyat namozning tafsilotini bizga qanaq beryotdi, bayon qilib beryotdi. Ya'ni jang maydonida
düşmanlar bilen tirkişiş haletleri de askerler ikkiga ayrıldı. Bir bölükki namaz okuydu Resulullah bilen, yeni bir bölükki bularını qoğdap, keynide düşman tarafta turdu. Şimdi bu yerdeki mesele peygamber oğa çıkar. Peygamber bilen birge namaz okuş, adatki namazga okşamaydı, farklılık. Hiç kimnin bu şereften quruq qalğısı yok. Munda olgandan keyin hammalarning Resulullah bilan birga namaz o'qiy olish uchun janglardagi va qo'rqinch vaqtlardagi namaz odatdagi normal qasr qilgan vaqtdagi namozdan biroz qanaqa qiladi farq etadi. Ya'ni buning qisqartilish ahvoli biz bayatni deb o'tgandek peshin, asr, xubdan, bomdatlan shamda qanaqa qilmaydi, qisqartilmaydi. Hem Peygamber Aleyhisselam muşu ayetninki ameli tadbiqlığıcısı sübütü bilen hayatı da muşu korkunç namazını bir qancha xil o'qigan. Masalan, bugungi darsda men sizlarga 3 xil holatni gapiraman. Ya'ni har xil holatlar bor qo'rqinch namozininki. Birinchi xil shakli manda. Masalan, peshin desek, askarlarni ikkiga bo'ladi. Rasululloh namozni boshlaydi. Bir bölükü Rasululloh bilan birga namoz o'qiydi. Yeni bir bölükü düşman tarafta. Mesela namaz o'qiyotganlarni qo'g'daydi, düşmanni kuzatadi. 2 rakat namozni o'qib bo'lgandan keyin sahobalardan Rasululloh bilan birga namoz o'qiyotganlar salomni berib, ayaga boradi. Oyatdan oyada qilib qolganlar kelib, yana Rasululloh bilan 2 rakat namoz o'qiydi. Bu vaqtda Rasululloh 4 rakat o'qigan bo'ladi. Qolgan sahobalar necha rakatdan 2 rakatdan o'qigan bo'ladi. Bu bir. Ondan keyin bu bir xil shakli. Yana bir xil shakli. Rasululloh o'xshash kishilarni ikkiga, askarlarni yoki urush qilayotganlarni ikkiga ayiradi. Bu vaqtda Rasululloh 2 rakat namoz o'qiydi o'zi. Bir bölük kishilar Rasululloh bilan birga 1 rakat namozni o'qiydi. 1 rakat namozni. Ondan keyin bular 1 rakat namozni o'qib bo'lib ketadi. 1 rakat namozni o'qib bo'lib atrafda qilib qolganlar Rasululloh bilan birga kelib ikkinchi rakat namozni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh bilan birga o'qiydi va Rasululloh bilan birga nima beradi? Salom beradi. Ondan keyin salom berib, bular bo'lgandan keyin, masalan, Rasululloh bilan birga o'qigandan keyin Rasululloh salom berdi emasmi? Bular 1 rakat namoz o'qidi. Bular turib, yana 1 rakatni tamom qilgandan keyin o'z o'rniga boradi. Bayatdan maydonga ketganlar 1 rakat namozni o'qiganlar qaytib kelib, o'zining 1 rakatini qanaqa qiladi? To'liqlaydi qarindoshlar. Bu ikinci xil holat. Üçüncü xil holat manda. Birinci gruppa Rasululloh bilan bir rakat namoz o'qiydi. Rasululloh tub turdi o'tirdi. İkinci rakat namozni o'qimay tub turdi. Rasululloh bilan birga bayatdan bir rakat namozni o'qiganlar namozni davomlashtirib ikinci rakatni o'zlari tugutib namozni butunlay qilib qolganlarni matrafga chaqirdi. Ular kelib Rasulullah'a iqtido qilishi Rasululloh bilan 2 rakatni o'qiydi. 2 rakatni. Rasulullahning o'qigan 2 rakati bularga nisbatan 1 rakat hisoblanadi. Rasululloh 2 rakatni o'qitib salom berishning oldida turib turdi. Rasululloh bilan birga 2 rakatni o'qiganlar 1 rakat o'lgadi emasmi? Qilib qolgan 1 rakatini Rasululloh salom bermay tursa, tugutib oladi ve o'ldirdi. Ondan keyin Rasululloh ashlo bilan birga qanaqa qiladi? Salom beradi. Ya'ni bular birinchi guruhlar Rasululloh bilan birga namozni boshlab o'tirdi. O'zlari ayrim tugutib ketadi. Ikkinchi guruhga Rasulullohning 2 rakatiga iqtido qilib, Rasululloh salom berishdan ilgari yana o'zining 2 rakatini o'qib olgandan keyin Rasululloh bilan birga salom beradi. Birinchi guruhga Rasululloh bilan birga namoz boshlash sharpiga erishadi. Ikkinchi guruhga Rasululloh bilan birga salom berish sharpiga erishadi. Bu shaklda, ya'ni hadisda bu mushahhil shaklda 3 xil uslub bayon qilindi qarindoshlar. Endi mana degan vaqtimizda balkim mendaq bir savol so'ralishi mumkin. Rasululloh ashta o'qibdi. Rasululloh bilan birga namoz o'qish sharfi odatiga sharaf emas. Buni mana tushunsekmi? Endi bugun ashta bir janglar bo'lib qolgan vaqt jang maydonida yana shunday o'qamdi desa, tabiiyki olim ulamolar
musulmonlarning rahbarlari o'zini payg'ambarning varisi deb qaragan ahvol aslida payg'ambar alayhissalomga ergashib Rasulullohni ulgu qilib shuni o'qish kerak. Yoki ulamolar shunday deydi, har guruhga ayrim shu guruhning ichidan o'z oldiga imom bekitilsa, har guruh o'zining namozini jamoat qilib o'zining imomi bilan ayrim o'qisimi bo'ladi degan shaklda fikr bayon qilganlar qarindoshlar. Hamda ma 102 oyatda sen ularning orasida bo'lsang, namoz o'qib bersang, sen bilan bir guruhga tursin va ular qurollarni olsin. Bir ifoda va Ondan keyin bular o'qib bo'lgandan keyin yana bir guruhga kelsin, bular qurollarni olsin va ehtiyot qilsin. Birinchi guruhda qurollarni olsin deganlik, ikkinchi guruhda qurollarni va ehtiyotlarni olsin deganlik. Men ikki xil ifoda bor. Chunki birinchi guruhga kelgan vaqtda ikkili guruhga namoz boshlashning oldida dushmanning qarshida turgan bir holat bor. Ya'ni biroz bexatar. Ammo birinchi guruhga shunda namozga kirib, namozni tugatib, jang o'rniga berib, ko'z tushda turayotganlar namozga kirgan oraliqdagi bir almishish asnosi bor. Almishish asnosi dal dushmanningki fursat topadigan yeri. Maya demde ehtiyotni ikki qat qilishga Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Chunki namozga kirganda bir xil xushu bilan kiradi. Chiqadimi bir xil rohatlanib chiqadi namozdan, ya'ni zehni namozda. Alloh dal mushu nuqtani Alloh ta'kidlayapti-ki, esingizda bo'lsin. Bu yerda o'qiyotgan namozingizmi Alloh uchun, qilayotgan jang, jihodmi Alloh uchun. Avmi ibodat, mavmi ibodat. Odatdagi normal vaqtdagi namoz o'qiganga o'xshash, buni o'xshatsa qo'ymaydi. Namozning sirti bizga nisbatan boshqa, namozning ichi boshqa. Ammo jang maydonida umi ibodat, bu ibodat. Uningdan chiqsang, buningga kirding, buningdan chiqsang, uningga kirding. Ya'ni sening namozga kirib chiqish orliqidagi ehtiyoting o'z bir ibodat. Ya'ni namozda turib boshqa narsani o'ylab qolganlik emas. Namozda turib boshqani xiyol qilib qolganlik emas, balki umumiy ibodat. Alloh subhanahu va taolo mush nuqtani bizga alohida eskartish uchun qanday qilyapti? Ehtiyot qilinglar, qorallaringni elinglar. Hatto almishidigan vaqtda ehtiyotni ikki qatiga chiqadi. Birinchi qatim qorallaringlarni namozga kiringlar degan bo'lsa, almishidigan vaqtlarda nima deydi? Qorallaringlarni elinglar va ehtiyotni obdan qilib, undan keyin ikkinchi guruhga nimaga kirsin? Namozga kirsin degan bir shaklda alohida eskartadi Alloh subhanahu va taolo. Yana takrorlasak, yana shu, chunki sizlarning kirayotganinglarmi ibodat, chiqayotganinglarmi ibodat. Namozda xushu zehnini yig'ish, Allohga o'zini etish qanday ibodat bo'lsa, siz jang maydonida o'g'achqa dushmanga nisbatan o'g'oq astoydil, ehtiyotchan, diqqatlantirish o'xshash ibodat. Ya'ni namozdagi xushu ibodat, jangdagi ehtiyot ham ibodat. Shu ibodatga bundaqa bexava, g'ofil qilishga asla bo'lmaydi. Davatudi Alloh subhanahu va taolo. Chunki qurolni alohida ta'kidlab qurollarni olsin ifodasi jang maydonida eng muhim narsa qurol. Hatta dushmanning quroli bizning qo'limizga tushib qolsa, bu bizga nisbatan kuch. Asli dushman bizga qarshi ishlatgan narsani biz ularga qarshi ishlatamiz. Aksi shaklda, ya'ni bizning qo'limizga qurol ularning qo'liga tushib qolsa, o'xshashlar biz uchun foydali bo'lgan narsa biz uchun ziyonli bo'lib qoladi. Mana vaqtini Alloh subhanahu va taolo alohida eskartib Hergizmo jang maydonidagi urush va urushning taqozosi nima bo'lsa, buni namozning taqozolarini ayolishga bo'lmaydi. Namozda xushu qanchalik muhim bo'lsa, jang maydonidagi ehtiyot, tadbir o qadar muhim. Shunga namozga kirgan chiqqan vaqtlarda odatdagi vaqtlarga qiyos qilib, xuddi boshqa ishlarimizni butunlay unutib, hamma narsani tashlab emas, jangning taqozosi bo'lgan ehtiyot qurollarimizni ching tutib, ehtiyotni voyaga yetkazib, elib, tadbirlarni voyaga yetkazib, turib o'qiymiz namozni. Chunki ikkalasi ibodat. Unimi Alloh buyurdi, bunimi Alloh buyurdi. U namozni Alloh uchun o'qiymiz, bu jangni ham Alloh uchun qilamiz. Bu nuqtadan alohida bizga eskartilyapti. Chunki dushmanning shunday bir orzusi borki, oyatning oxirida nima deydi?
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ أَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ Kapırlar o kadar ümit kılıdı. Aş kurallarını şunda bir kop koysanlar bir. Şunda bir gafletli kalsanlar, bexabar kalsanlar, sizlerge bıraktılar, hücum kıptılar. Hemen onu huştusak dep şunun kuyu davula. Ularning oyluğa yedin çıkmanlar degan şekilde Allah subhanahu wa taala bizge bir vatıda ta'lim bir vatıda qırındaşlar. Endi mishada kep qiladigan bir bek ehtiyot Qoral gaplarını ağandan keyin kalımız kep qiladigan bir sual buludu. Tabi ya zihnimizga kep qoladi, ya xayolimizga kep qoladi. Allah mu'minlarni jang maydonida o qadar ehtiyotga, qurolga tashviq qilishda, ya'ni biz bilan Allah yo'qmi? Yani Allah bizga yordam bermamdi, bizni tashlab qo'ydimi, uzanglar qilindimi? Meyda mushu namozga jang maydonlarida alohida ehtiyot bir ahamiyat berilishi, namozning hech qachon tashlanmasligi, Allohni cho'qim eslashning kerak ekanligi bular ta'kidlanganida va undan keyin ehtiyotlarning o qadar ching ta'kidlanganida bizga bir mesaj, ya'ni bizga bir signal ushuru, bir narsa demoqchi Allah. Nima demoqchi? Sen sababni unutma ve sebepnin ilgisi olan Allah'ını mı unutma? Sebepni vayga yetkizip kılırsa ve ilgisini qat'iy astin çıkamaysa. Jangni bütün gücünü çıkarıp, bütün imkaniyeti olan düşmanga qarata hücum bilan kılırsa ve mushu jangni qilishga son kuch vergan Allohni asla unutmaysiz ki namoz orqali va namozdan keyin buni eslab tursa degan shaklda bir uchur urvatdi bu yerda. Qanaqdir sabab yoki ehtiyotga favqulodda qiziq tug'anligi o'zingning ishini o'zing qil deganlik emas. Biz qilishga tegishlik jangning bütün taqozolarining hammasini, jangning talablarining hammani o'rindashga mukallaf va o'rindab bo'lgandan keyin natijani, nusratni Allohdan kutishga biz mukallaf qarindoshlar. Ondan 103. ayette deydi. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ فَإِذَا مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Şimdi avval bir qısqa tercüme qilay. Namozni o'qib bo'lsanglar, ko'diq xavf namozida, qo'rqinch jang namozlarida namoz qisqartiriladi, o'qish shakllarini biroz farqlanadi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taoloni tug'an, o'ttag'an, yotgan har holatlaringda eslanglar. Endi dushmandan xotirjam bo'lsanglar, namozlarni o'z vaqtida o'qinglar. Namoz mu'minlarga vaqti aniq qilib belgilangan bir farz. Mu'min hech qachon namozni kech turish, namozni hali o'qayya, ayat o'qayya deyishga talab qilinmaydi. Hatto eng qiyin jang vaqtlarida. Nimishqa mu'min har holatlarda Allohni eslashni to'xtab qolmaslik uchun. Esonli bo'lsin, balki mundaq desam, balki nima kelishi mumkin, dinning ta hozirga qadar boshqa dinlarning aksicha hech qanday bir hokimiyatsiz, haydovchisi bo'lmasdan xalqlarning shu vujudigacha singib, turmushining ichki qatlamgacha singib, uni sukab tashlaydi debmi, u qadar tirishib sukab tashlamasligiga asos sabab bo'lgan narsa namoz. Namoz kishiga o'zining har doim musulmon ekanligini, Allohning borligini, Allohning bandasi ekanligini qanday turdi eslatib turdi. Shunga mu'min har doim Allohni eslashga, her daim Allah şu namaz o'qib, duo o'qib, subhanallah, elhamdülillah deb turishga buyurilgan, hatto ki chepishayotgan jangda, itishayotgan, o'qlar yomg'irdak yig'ayotgan vaqtlardami mashta. Texi bunda vaqtlarda teximi bekroq Allohni eslashga muhtoj. Nimishqa u vaqtda bende ma'naviy bir yordamga muhtoj, ma'naviy ruhga muhtoj, ma'naviy kuchga muhtoj. Allohni eslagan vaqtida Allah'ın üzülen birlikkelliği, her gün taşlık etmeydiğallığı bir işenç peyda oldu. Bunun canının neticesi kötüsü olan Allah'a edinimiz var tesiri. Adetki vaxtlar qarğa vaxtda can Müslümanın üzünün Rabbini eslişige teximi ehtiyaclıq boğan bir halet. Şunun başqa Allah subhanahu wa ta'ala namazlarını esla keşik çoşkun bulmaydı. Hatta namaz oxup boğandın kim mi?
Tuğan, ottağan, yatqan hər halatlarında Allah'ını əsləşdin, toxtumaqlar ki, ağzınıldın elhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvet illa billahil aliyyul azim. O oxşaş təsbihlə əsla və əsla qanaq qamusun, toxtab qamusun. Bu bir əhval oldu, ayətdiki bir məzmun oldu. Ayətinin ondan kinki məzmunu, həm də əgər silə xatırcəm olub, can pəslədi, həmə pəsköyüqü düşdü, biraz xeyim xətər yoxaldı, yəni can bir davamlaşmaydı deməsin. Can degan hər gün 24 saat can olduğu iş yox. Can toxtaydığı, hücum toxtaydığı vaxtlar oldu. Şunda olsanla, namazlarını Allah tələb qılğan şəkildə, yəni can buluvatqan vaxtdaki bəzi özgürüşlər bolmağan, öz peti, öz şərt, tədil, ərkalları ilə, öz vaxtları ilə cayda oxunlar. Çünki namaz müminlərə vaxtı belgilənən bir pərz qıb qana qılındı, bekitildi qarindaşlar. Yəni Allah Subhanahu wa Taala bu ayətlərdə, yuqarı ayətlərdə uruş buluvatqan, özara toqunuş buluvatqan vaqtlarda namaz bo'lib qalsa, aş yuqoridan 2-3 oyatda biz jarayonni deb keldik ya. Namozni o'qinglar, o'qish shakli manda. Namoz tugandan keyin mo namozni asldagi holati bo'yicha o'qisizlar, buni o'qish shakli manda. Bularning hammasi nima desa, eng oxirgi mazmun bilan xulosalandiki, namozning bir vaqti va ibodat. Buni bu vaqtidan har qanday bir shaklda qana qilish qo'ymaydi, kechiktirishga asla va asla bo'lmaydi qarindoshlar. Endi ba'zilar deyishi mumkin, pishinning vaqti asrg'ichi bor. Hozir qattiq jang qilayotgan vaqt bo'lgandan keyin asrg'ichi vaqti bo'lgandan keyin o'qib olsam, kim biladi, sening u vaqtgacha yashamasa. Balkim pishin bilan asrni jamlab qo'yma, kechiktirib, kim biladi vaqtgacha sen yashamsa. Bular jang maydoni. Shunga mu'min qana qilish kerak desa, eng to'g'risi Allah belgilagan bir şekilde. Jangcha, tinish vaqtlarcha, eng avvalgi vaqtlarda, ya'ni fursat va vaqt o'qib olish kerakki, uning ajli kelib qolib, vaqti kirib bo'lgan namozdan Allohning oldiga vaqtida qanaq qilmasligi, surlab qilmaslik uchun. Endi jamiyatimizdagi kishilar balkim namoz uchun har xil bahona, sabablarni o'ydirib chiqarib, o'zri izlaydigan ba'zi ahvollar bor. Masalan, ba'zi kasblar bilan shug'ullanganlar, mening kasbim nihoyat jiddiy, namoz o'qishga furstim yo'q deydi, u deydi, bu deydi, qirmoqqa ashtada ko'rinadi. Ammo bir insonning endi deyishi munosib bo'lmasimi? Dey, o'zining hojatini ado qilishga vaqti bo'lmasa, tamam uningga o'z berishimiz mumkin. Lekin buni men mahalliq babida, mumkin emaslik babida da'vatim. Ya'ni inson o'zining shaxsiy hojatini ado qilmay hech qanaqa ish qilolmaydi. Eng oldirash kasb, eng oldirash xizmatni qildiganlarmi cho'qim hojat qilish uchun ma'lum vaqt ajratadi. Namozga bir hojatni ado qilganchilik vaqt ketmaydi. Bu insonda bo'lsin. Chunki namozningki biz oldidagi, keyindagi sunnatlardan qo'shib bak hajmini yo'g'intib olamiz. Agar jiddiy ahvollarda faqat farzlanam. Bamdatning 2 rakat farzini o'qishga xushu bilan o'qiydigan odam bo'lsa, 5 minut, 4 minut, balki 3 minut, ba'zida qarindoshlarimiz tezroq o'qib qolsa, 2 minutda o'qib oladi. Bir 3 minut, 4 minut vaqt ajratilmasa, u faqat tushunilmaydigan ahvol. Peshinmi shu? Bulubmu səfərdə yoki jangga o'xshash o'rinlarda uning 4 rakatimi qolmaydi, hatto 2 rakat namoz deganini yana qaytadan o'ylab baqsaq, shu 5 minutni eshmaydi. Bir odam bir namoz uchun 5 minut vaqt topolmadim deb uni o'zir bayon qilsa, bu faqat nimaga sig'maydi, aqlga sig'maydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda dedi: "La yukallifullohu nafsan illa wus'aha." Allah insonni faqat taqati yetmaydigan ishlarga taklif qilmaydi. Namoz o'qu deb safarda uning holatlarini belgiladi, jangda holatlarini belgiladi, namoz vaqt belgiladiki, bu shu demakki, mutlaqo inson o'zi amal qilsa, ya'ni qilg'usi kasa ko'nglidan chiqarib mutlaqo vaqt topalaydi. "Va man yattaqilloha yaj'al lahu makhraja." Kim Allohdan haqiqiy qo'rqsa, Alloh unga chiqish yo'l beradi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni namozni asla kechiktirmaydigan vaqtidan
öz vaqtlarida o'qiydigan, ya'ni Allohni eslashdan qilib qolmaydigan bandalarning qatoridan qilsin. Mayli urush vaqtlarida bo'lsin yoki tinch vaqtlarda bo'lsin. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi soatlik darsimizda kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.